Agar sen sevgan insoning seni eng ko'p chalgitsa-chi? U uni birinchi marta ko'rganida yuragi go'yo ko'ksidan chiqib ketadigandek ura boshladi. Atrofdagi shovqin birdaniga pasayib, hamma narsa xiralashgandek tuyuldi. Faqat u, o'sha yigit aniq ko'rinardi. Uning nigohi sokin, lekin ichida qandaydir kuch bor edi. Qiz o'zini hech qachon bunday his qilmagandi. Bu qo'rquv emasdi, lekin oddiy hayajon ham emasdi. Bu nimadir chuqurroq, tushuntirib bo'lmaydigan tuyg'u edi. Yigit asta unga yaqinlashdi. Har bir qadam qizning yuragiga urilgandek tuyulardi. U nafasini rostlashga harakat qildi, lekin bu juda qiyin edi. Yigit to'xtadi, juda yaqin masofada. Ularning orasida faqat bir necha qadam qolgandi. Qiz uning hidini sezdi, yengil, ammo o'ziga tortuvchi. Bu ham qizni yanada hayajonga soldi. Sen bu yerda yangimisan? Dedi yigit past ovozda. Qiz boshini qimirlatdi. So'z topolmadi. Ovoz chiqarishga harakat qildi, lekin so'zlar chiqmay qoldi. Yigit sekin jilmaydi. Bu jilmayish qizning ichida nimanidir eritib yubordi. Qo'rqma, men seni xafa qilmayman, dedi u. Bu oddiy gap edi, lekin qanday aytilgani muhim edi. Qiz birdan o'zini biroz xotirjam his qildi. Go'yo bu odamga ishonish mumkin edi. U asta chuqur nafas oldi. Men qo'rqmayapman, dedi qiz nihoyat, lekin ovozi baribir biroz titrab chiqdi. Yigit uning bu holatini sezdi, lekin hech narsa demadi. Faqat yoniga o'tirdi. Ularning orasidagi masofa endi juda yaqin edi. Qiz yuragining urishini aniq eshitayotgandek edi. Ular uzoq vaqt gaplashdi. Oddiy mavzular haqida, hayot, orzular, tasodifiy voqealar. Lekin bu suhbat oddiy emasdi. Har bir so'z, har bir qarash ular orasidagi ko'rinmas bokni kuchaytirayotgandek edi. Qiz asta-sekin o'zini erkin his qila boshladi. U kuldi, hatto hazil ham qildi. Bu uning uchun yangilik edi. Kunlar o'tdi. Ular yana uchrashdi. Bu safar qiz avvalgidan kamroq hayajonlandi, lekin ichidagi hislar hali ham kuchli edi. Yigit uni ko'rib yana o'sha sokin jilmayishini ko'rsatdi. Men seni yana ko'rishni xohlagandim, dedi u to'g'ridan to'g'ri. Qizning yuragi yana tezlashdi. Bu gap juda oddiy edi, lekin undagi samimiyat uni larzaga soldi. Men ham, dedi qiz sekin. Bu ikki so'z hammasini o'zgartirdi. Endi ular orasida yashirinlik kamroq edi. Ular birga ko'proq vaqt o'tkaza boshlashdi. Har bir uchrashuvda ular bir-biriga yaqinlashardi. Bu yaqinlik asta-sekin, lekin aniq kuchayib borardi. Bir kuni ular parkda sayr qilishardi. Havo salqin, shamol yengil esardi. Daraxtlar barglari shovullab turardi. Qiz o'zini juda tinch his qildi. Yigit yonida bo'lsa, hamma narsa oson tuyulardi. Ular yonma-yon yurishardi. Bir payt yigitning qo'li qizning qo'liga tegib ketdi. Bu tasodifiy edi, lekin qiz darhol buni sezdi. U qo'lini tortib olmadi. Aksincha, ichida iliq bir his paydo bo'ldi. Yigit ham qo'lini tortmadi. U asta qizning qo'lidan ushladi. Bu juda sekin va ehtiyotkor harakat edi. Qiz yuragi yana tez ura boshladi. Lekin bu safar u qarshilik qilmadi. U bu hisni qabul qildi. Ular shu holatda yurishda davom etishdi. Hech kim gapirmadi, lekin sukut hamma narsani aytib turardi. Bu sukut noqulay emasdi. Bu sukut yaqinlik edi. Qiz uyga qaytgach uzoq vaqt uxlay olmadi. U o'sha lahzani qayta-qayta esladi. Yigitning qo'li, uning nigohi, ovozi hammasi xayolidan ketmadi. U asta jilmaydi. Balki bu sevgi boshlanishidir. Keyingi uchrashuv yanada kuchliroq hislar bilan o'tdi. Ular bir-birini sog'inganini sezish qiyin emasdi. Yigit qizga qarab biroz jiddiylashdi. Men seni boshqalardan farqli ko'raman, dedi u. Qiz bu gapni eshitib jim qoldi. Bu so'zlar uning yuragiga chuqur kirib bordi. Nega? Dedi u asta. Yigit bir lahza o'ylab turdi, keyin sekin dedi. Chunki sen yonimda bo'lsang, men o'zimni boshqacha his qilaman. Qiz bu javobni kutmagan edi. U nima deyishni bilmay qoldi.
Lekin ichida iliq bir his yoyildi. Ular yana yaqinlashdi. Bu safar ularning orasidagi masofa juda kichik edi. Qiz yigitning nafasini sezdi. Yuragi tezlashdi. U ko'zlarini pastga tushirdi, keyin yana ko'tardi. Ularning nigohlari tutashdi. Bu lahza uzoq davom etgandek tuyuldi. Yigit asta yaqinlashdi. Qiz ko'zlarini yumdi. U qarshilik qilmadi. U bu lahzani kutgandek edi. Lekin yigit to'xtadi. U faqat qizning peshonasiga sekin tegdi. Bu harakat qizni hayratda qoldirdi. Bu hurmat edi. Bu sabr edi. Qiz ko'zlarini ochdi. Uning yuragi yanada chuqurroq his bilan to'ldi. Bu oddiy qiziqish emasdi. Bu allaqachon kuchli bog'lanishga aylangandi. Shu kundan boshlab ular orasidagi hamma narsa o'zgardi. Endi ular nafaqat uchrashardi, balki bir-birini his qila boshlashdi. Har bir qarash, har bir sukut, har bir kichik tegish, bularning hammasi ular uchun katta ma'noga ega edi. Qiz endi o'zidan qochmasdi. U bu hisni qabul qilgan edi. Yigit ham o'zini yashirmasdi. U asta-sekin o'z qalbini ochayotgan edi. Ularning hikoyasi endi boshlanayotgan edi. U o'sha kundan keyin o'zini butunlay boshqa odamdek his qila boshladi. Oldin yuragida faqat savollar bo'lsa, endi javoblar ham paydo bo'layotgandek edi. Ammo bu javoblar bilan birga yana yangi hislar ham kelardi, chuqurroq, og'irroq, lekin baribir yoqimli. U yigit bilan o'tkazgan har bir lahzani eslab ichida iliq tabassum paydo bo'lardi. Yigit esa asta-sekin o'zini ochayotgan edi, lekin baribir unda qandaydir sir borligi sezilib turardi. Ba'zida u juda yaqin, juda samimiy bo'lib qolardi, ba'zida esa birdan sovuqlashib, uzoqlashgandek tuyulardi. Qiz bu o'zgarishni sezmasdan qololmadi. Har safar u sovuqlashganda, qizning ichida galati og'riq paydo bo'lardi. Bir kuni ular yana uchrashishdi. Bu safar hammasi avvalgidek boshlangandek edi, sokin suhbat, mayin jilmayishlar, ko'zlar orqali tushunish. Lekin qiz bu safar boshqacharoq edi. U ichidagi savollarni yashira olmadi. Sen ba'zida mendan uzoqlashib ketayotgandek bo'lasan, dedi u asta, lekin ovozida jiddiylik bor edi. Yigit jim qoldi. U ko'zlarini boshqa tomonga burdi. Bu sukut qiz uchun eng og'ir javob edi. Men nimanidir noto'g'ri qilyapmanmi? Dedi qiz, ovozi biroz titrab. Yigit darhol boshini chayqadi. Yo'q, muammo senda emas, dedi u sekin. Muammo menda. Bu gap qizni yana o'ylantirib qo'ydi. U nima deyishni bilmay qoldi. Yigit esa chuqur nafas oldi, go'yo ichidagi og'irlikni yengishga harakat qilayotgandek edi. Men har doim ham yaqin bo'la olmayman, dedi u, ba'zi narsalar bor, ularni tushuntirish qiyin. Qiz uning ko'zlariga qaradi. U yerda og'riq bor edi. Haqiqiy, yashirib bo'lmaydigan og'riq. Men tushunishga harakat qilaman, dedi qiz asta. Bu so'zlar yigitni hayratda qoldirdi. U qizga qaradi, uzoq tikilib qoldi. Go'yo u bu darajada sabr kutmagandi. Sen nega shunchalik sabrlisan? Dedi u past ovozda. Qiz yengil jilmaydi. Balki men seni yo'qotishni istamaganim uchun. Bu javob yigitni jim qoldirdi. U bir lahza hech narsa demadi, keyin esa asta qizning qo'lidan ushladi. Bu safar uning qo'li biroz sovuq edi, lekin mahkam edi. Qiz bu ushlashdan uning ichidagi kurashni sezdi. Ular uzoq vaqt shu holatda o'tirishdi. Hech kim gapirmadi. Lekin bu sukut avvalgidek yengil emasdi. Bu sukut ichida ko'p gaplar yashiringan edi. Keyingi kunlarda qiz ko'proq o'ylay boshladi. Yigitning so'zlari, uning qarashlari, sukutlari, bularning hammasi qizning xayolidan ketmasdi. U yigitni tushunishni xohlardi, lekin shu bilan birga o'zini ham yo'qotib qo'yishdan qo'rqardi. Bir kuni u o'zi yo'lga sayrga chiqdi. Havo sokin, osmon tiniq edi. U chuqur nafas olib, o'zini tinchlantirishga harakat qildi. Lekin yuragidagi savollar tinchlanmadi. Men nimani his qilyapman o'zi? Dedi u o'ziga o'zi. Bu sevgi edi. Lekin oddiy sevgi emas. Bu sabr talab qiladigan, ba'zida og'riq beradigan sevgi edi.
Shu payt telefoniga xabar keldi. Bu yigitdan edi. Sen bilan gaplashishim kerak. Qizning yuragi yana tez ura boshladi. U darhol javob berdi. Qachon? Bugun. Agar vaqtin bo'lsa. Qiz uzoq o'ylamadi. Ha, kelaman. Uchrashuv joyiga kelganida yigit allaqachon kutib turardi. Bu safar u odatdagidan jiddiyroq edi. Uning ko'zlarida qaror bor edi. Men senga hammasini aytishim kerak, dedi u to'g'ridan to'g'ri. Qiz jim turib uni tinglashga tayyor bo'ldi. Yigit asta gapira boshladi. U o'z o'tmishi haqida, boshidan kechirgan og'ir kunlari haqida aytdi. U qanday qilib ishonchini yo'qotganini, nega odamlarni o'ziga yaqinlashtirishdan qo'rqishini tushuntirdi. Har bir so'z og'ir edi. Har bir gap uning ichidagi yaralarni ochayotgandek edi. Qiz uni diqqat bilan tingladi. Uning ko'zlarida yosh paydo bo'ldi. Bu hikoya uni chuqur ta'sirlantirdi. Shuning uchun ba'zida uzoqlashaman, dedi yigit oxirida. Chunki yana yo'qotishdan qo'rqaman. Qiz asta uning yoniga yaqinlashdi. U bir lahza ikkilanib turdi, keyin esa sekin uning qo'lidan ushladi. Sen yolg'iz emassan, dedi u. Bu oddiy so'zlar edi, lekin ichida katta ma'no bor edi. Yigit qizga qaradi. Bu safar uning ko'zlarida og'riq bilan birga umid ham bor edi. Agar men yana xato qilsamchi? Dedi u sekin. Qiz boshini chayqadi. Unda biz birga tuzatamiz. Bu javob yigitni butunlay o'zgartirdi. U asta qizni bag'riga tortdi. Bu quchoq avvalgilardan farqli edi. Bu quchoq ichida qo'rquv ham, umid ham, ishonch ham bor edi. Qiz uning yurak urishini his qildi. Bu urish endi tinchroq edi. Shu kundan boshlab ular orasidagi munosabat yangi bosqichga o'tdi. Endi ular nafaqat his qilishar, balki bir-birini tushunishga ham harakat qilishardi. Bu yo'l oson emasdi, lekin ular birga edi. Va bu eng muhimi edi. Ular orasidagi munosabat asta-sekin o'zgarib borardi. Endi bu oddiy uchrashuvlar emasdi, balki bir-birini tushunishga, sinashga va ichki qo'rquvlarni yengishga urinish edi. Qiz yigitning o'tmishi og'ir ekanini bilganidan keyin unga boshqacha qaray boshladi. Endi u faqat hislar bilan emas, balki sabr bilan ham sevishni o'rganayotgan edi. Yigit esa qizning yonida o'zini asta-sekin erkinroq his qila boshladi, lekin baribir ichidagi soyalar to'liq yo'qolmagan edi. Bir kuni ular kechqurun uchrashdi. Havo salqin, osmon esa bulutli edi. Shamol daraxt barglarini yengil silkitar, ko'chalar esa sokin edi. Ular odatdagidek yurib ketishardi, lekin bu safar jimlik boshqacha edi. Bu jimlik noqulay emas, balki o'yga to'ldiruvchi edi. Yigit to'satdan to'xtadi. Men ba'zida o'zimni sen uchun yetarli emasdek his qilaman, dedi u past ovozda. Qiz unga qaradi. Bu gap uni hayratga soldi. Nega bunday o'ylaysan? Dedi u asta. Yigit yelkasini qisdi. Chunki sen toza hislar bilan qaraysan. Men esa ichimda hali ham tartibsizlik bor. Qiz biroz yaqinlashdi. Uning ko'zlariga tik qaradi. Men mukammal odamni izlamayapman, dedi u, men rostini izlayapman. Va sen rostsan. Yigit jim qoldi. U bu so'zlarni kutmagandi. Uning yuzida bir lahza yumshoqlik paydo bo'ldi. U qizga qaradi, lekin bu safar nigohida himoya emas, ishonch bor edi. Sen meni o'zgartiryapsan, dedi u sekin. Qiz boshini chayqadi. Yo'q, men seni o'zgartirmayapman. Men seni tushunishga harakat qilyapman. Ular yana yurishni davom ettirishdi. Ko'chalar bo'sh, chiroqlar xira yonardi. Qizning yuragi tinchroq edi, lekin ichida hali ham savollar bor edi. Yigit ham jim edi, lekin bu jimlik endi sovuq emasdi. Bir necha kun o'tgach, yigit kutilmaganda yo'qolib qoldi. U xabar yozmadi, qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Qiz avvaliga buni oddiy deb o'yladi, lekin vaqt o'tgan sayin ichida bezoftalik kuchaydi. U nima bo'layotganini tushunmadi. U har kuni telefoniga qarardi. Har bir tovush uni umid bilan to'ldirar, lekin yana hafsalasi pir bo'lardi. Bir necha kun o'tgach, u endi chidab tura olmadi.
U yigitni ko'rgan joylariga bordi, lekin u yerda hech kim yo'q edi. Qizning ichida qo'rquv paydo bo'ldi. U yigitni yo'qotib qo'yishdan qo'rqdi. U o'zini birinchi marta shunchalik bog'langanini sezdi. Nihoyat 5-kuni kechqurun yigitdan xabar keldi. Kel. Men seni ko'rishim kerak. Qiz darhol javob berdi. Qayerda? Manzil keldi. Qiz hech ikkilanmay chiqib ketdi. U yetib kelganda yigit yolg'iz o'tirgan edi. Uning yuzi charchagan, ko'zlari biroz xira edi. Qiz uni ko'rib yuragi siqildi. Qayerda eding? Dedi u darhol. Yigit bir muddat jim turdi. Men o'zim bilan kurashdim, dedi u oxiri. Qiz uning yoniga o'tirdi. Nima bo'ldi? Yigit chuqur nafas oldi. Men qo'rqdim. Sen menga juda yaqin bo'lib qolding. Va men yana yo'qotishdan qo'rqdim. Qiz jim qoldi. U yigitning qo'lini sekin ushladi. Men ketmayman, dedi u qat'iy. Yigit unga qaradi. Lekin men ba'zida o'zimdan ham qochaman. Qiz boshini chayqadi. Unda men seni topaman. Bu gap yigitning ichidagi devorlarni biroz sindirgandek bo'ldi. U birinchi marta chuqur nafas oldi, go'yo yelkasidagi og'irlik kamaygandek. Men seni yo'qotishni xohlamayman, dedi u sekin. Qiz uning qo'lini mahkamroq ushladi. Unda meni ushlab qol. Qochma. Ular uzoq vaqt jim o'tirishdi. Bu jimlik endi og'ir emasdi. Bu jimlik ichida tushunish bor edi. Shu kundan keyin yigit asta-sekin og'zini ochishni boshladi. U ko'proq gapira boshladi, hislarini yashirmaslikka harakat qildi. Qiz esa unga sabr bilan yondashdi. Har bir kichik o'zgarishni qadrladi. Lekin hayot har doim ham oson emasdi. Bir kuni ular orasida kichik tushunmovchilik chiqdi. Yigit yana sovuqlashib qoldi. Qiz esa bundan ranjidi. Sen yana uzoqlashding, dedi u hafsalasi pir bo'lib. Yigit bu safar jim turmadi. Men shunchaki o'ylayapman, dedi u. Har safar o'ylaganingda mendan uzoqlashasanmi? Dedi qiz. Bu savol havoda og'ir osilib qoldi. Yigit unga qaradi. Men qanday yaqin bo'lishni o'rganmayapman, dedi u rostgo'ylik bilan. Qiz chuqur nafas oldi. U endi jahldan ko'ra tushunishni tanladi. Unda birga o'rganamiz, dedi u. Yigit biroz jilmaydi. Bu juda kichik jilmayish edi, lekin qiz uchun juda katta edi. Vaqt o'ta boshladi. Ular bir-biriga o'rganishdi. Endi har bir uchrashuvda faqat hislar emas, balki ishonch ham kuchayardi. Qiz endi yigitning jimligidan qo'rqmasdi. Yigit esa qizning yaqinligidan qochmasdi. Bir kuni ular dengiz bo'yiga chiqishdi. Shamol kuchli edi, to'lqinlar qirg'oqqa urilardi. Qiz suvga qarab turdi. Hayot ham shunaqa, dedi u. Qanday? Dedi yigit. Ba'zida tinch, ba'zida esa urushdek. Yigit bosh irgadi. Lekin baribir chiroyli. Qiz unga qaradi. Chunki sen yonimdasan, shuning uchunmi? Yigit jilmaydi. Balki. Qiz kulib yubordi. Ular birga suvga qarab turishdi. Shu lahzada qiz tushundi, bu sevgi mukammal emas edi. U sinovli, og'ir, lekin haqiqiy edi. Yigit ham buni his qildi. U endi qochishni xohlamasdi. Ular bir-birining yonida turishdi. Endi faqat hislar emas, balki tanlov ham bor edi. Va ular bir-birini tanlashni davom ettirishdi.